Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy hukumati chet eldagi Uyg'urlarning ota-onalarini tutib turib, ularni Xitoy uchun so'zlashga majbur qilmoqda. 2021 yil 7-oyning 10-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy hukumati Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligini yolg'onga chiqarish uchun butun kuchi bilan harakatga o'tgan. Алдыңғы басқышта чат әлләді ұруқ тұққаларының сүріштісіні қылыватқан бір қысым кішілерінің ұруқ тұққаларыны вә ата-аналарыны таратқыларды сөзләткен вә халықаралық ақпарат йығылырда Қытайны ақлап уалық бәргізген. Әмділікті чат әлләді яшаватқан ұйғырлар вә оқушыларның вәтәндегі ата-аналарыны тұтып тұрыш арқылық оланы Қытайны ақлап сөзләшке мәжбүр қылған. Hazırgıça Xitoy hökuməti Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikistonda turayotgan Uyg'urlar va o'quvchilardan bir qism kishilarni vatandagi ota-onasini vosita qilib, naq maydon taratqularda so'zlashga majbur qilgan. Bu haqdagi bir qism uchurlar Xitoycha Tangirtog' to'ri va atalmış Şinjan Birlik Sap tor bekatlariga besilgan. Xitoy navbatda butun dunyo miqyosida bir qism Uyg'urlarni, bo'libmi Uyg'ur o'quvchilarni nishon qilgan holda Uyg'urlarga qarshi harakat boshlagan. Uyg'ur o'quvchilar ota-onalari bilan ekran yuzida naq maydonda ko'rishadigan bo'lib, ular oldin tayyorlangan mazmunlar orqali Xitoylarning Uyg'urlarga nihoyat yaxshi muomala qiladiganligini, Uyg'urlarning turmushini bayashat qilganligini, Uyg'urlarning Xitoy hukumatidan bakmi rozi ekanligini so'zlaydi ekan. Bu programmalar Xitoyning cho'ng taratqullari orqali Xitoyga bevosita tarqatiladi ekan va tor bekatlarga Xitoycha va inglizcha chiqarildi ekan. Uchurda aytilishicha, Xitoy nishonlangan Uyg'urlarning ota-onalarini ma'lum yerga sulab qo'yib, shu Uyg'urlar bilan aloqalashadi ekan va ularni saqchilarning nazorati ostidagi ota-onalari bilan ekranda ko'rishtirdi ekan. Xitoy hozirgacha Yevropa davlatlari, Amerika va Turkiyadagi nishonlarni tanlab, ularning yolg'on guvohliklarini tayyorlashga kirishib bo'lgan bo'lib, navbatda Amerika va Norvegiyadagi guvohliklar tayyor bo'lgan. Bu yolg'on guvohliklar bir necha kun ichida taratqularda chiqishi mumkin ekan. Xitoy hukumati o'zining sinoqdan o'tgan taktika va hiyla-mikrlari nishonlangan Uyg'urlar bilan aloqalashadi ekan va ularning ota-onalari yoki boshqa bevosita urug' tuqqanlarini vosita qilib, ularni so'zlashga majbur qiladi ekan. Ular Xitoy ta'minlagan materiallar asosida bir qancha hafta tayyorlik qilgandan keyin ekranga chiqishga majbur bo'ladi ekan. Bu guvohliklarni bergan Uyg'urlar ichida Xitoy elchixonalaridan yordam yoki o'qish puli elayotgan Uyg'urlarmi bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu jiddiy harakatga atalmış Uyg'ur rayonining muavin raisi Jarulla Yisamidan mas'ul bo'lib, aloqa qiladigan kishilar butunlay qozoq, tungan va Uyg'urcha biladigan Xitoylar ekan. Bu harakat navbatda intayin jiddiy suratda amalga oshirilmoqda ekan. Blinken Sharqiy Turkistondagi lager shahidlari bilan ko'rishdi. Amerika Davlat ishlari mahkamasining 6-iyul e'lon qilgan bayonotida Amerika Tashqi ishlar ministri Blinkenning Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlaridan hayot qolgan 7 nafar Uyg'ur shahid faoliyatchi va lagerda tutib turilayotganlarning tuqqanlari bilan ko'rishganligi tilga ilingan. Blinken shahidlar bilan ko'rishganda Amerika'nın öz ittifaqdaşları ve şerikleri bilen hemkarlaşıp Xitoy Komünist Partisining Sharqiy Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini to'xtatishga chaqiriq qilish va'dasini ifodalagan. Bayonotda yana Amerika hukumatining Xitoyning vahshiyliklarini dadillik bilan o'tirg'i qo'ygan lager shahidlari, faoliyatchilar va ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning oila a'zolarini davomli qo'llaydiganligi tilga ilingan. Amerika armiyasi Washingtonni Xitoy to'g'risidagi ogohlantirishga diqqat qilishga chaqirdi. Amerika ovozi to'rining 7-iyuldagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Amerikaning ma'lum bir yuqori darajalik harbiy axborot amaldori siyosat tuzguvchilarining va qonun chiqaruvchilarining Xitoy elib kelgan tahdidga yetarli darajada ahamiyat bermasligidan andisha qiladiganligini bildirgan. Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabining axborot ishlari direktori Michael Stodman o'xshashla navbatda Amerikaning
Xitoy shakllantirayotgan tahdidlarga yetarlik ravishda ahamiyat bermayotganligini bildirgan. Tadqiqotchilarning bildirishicha, Amerikadagi nurg'un kishilar urushni mumkin emas deb qarasimi, ammo Xitoy Amerikadan eshib tushib, dunyoga rahbarlik qilishni qo'lga keltirish uchun gezi kelsa, urush qilishdanmi yonmasligi mumkin ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı Xitoydagi qonunsiz organ yig'ilishga ko'ngil bo'ldi. Forbes to'rining 8-iyuldagi xabariga qaraganda, bir turkum Birleşken Devletler Teşkilatı mustaqil kuzatuvchilari bu yil 6-oyda Xitoydagi tutib turilayotgan Falun Gong murtlari, Uyg'urlar, Tibetlar, musulmonlar va xristianlar qatorliq oz sonliq millat to'piga qarta elib berilgan qonunsiz organ yig'ilish to'g'risidagi andishlarini o'tirg'i qo'ygan. Xabarda ko'rsatilishicha, oz sonliq millatlar masalasi to'g'risida tadqiqot elib boradigan mutaxassislar mahbuslardan eng ko'p elib elingan organlarning yurak, jigar va munguz pardasi ekanligi tilga elingan. Mazkur tadqiqotchilar Xitoyda sodir bo'layotgan bu xil qilmishlarga xotimi berilishi kerakligini bildirishgan. Amerika 14 Xitoy shirkatini iqtisodiy embargo tizimligiga kirgizdi. Reuters agentligining 9-iyuldagi xabarida deyilishicha, Biden hukumati juma kuni Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi va yuqori texnikalik nazorat qilish jinoyati bilan Xitoydagi 14 shirkat va boshqa o'rinlarni iqtisodiy embargo tizimligiga kirgizgan. Savdo tarmoqlari bu shirkatlarning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qatorliq millatlarga qaratilgan keng ko'lamlik tutib turish, yuqori texnikalik nazorat qilish qatorliq kishilik huquq dafsandichiligi bilan chetishlik ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Bu embargo Amerikadagi munosabatlik tarmoqlarning Xitoydagi majburiy emgak bilan ayblangan 5 shirkat va o'rinni qora tizimlikka kirgizish qatoridan keyin elib berilgan bo'lib, qora tizimlikka kirgizilgan shirkatlar orasida Xitoy hukumati uchun muhim sanaladigan ba'zi shirkatlar mavjud ekan.